Do'stlar, mana o'sha Talant TV to'pimiz, buni ko'p mashhur insonlar oldida shu usulimni qilaman deb yo'lga chiqib ketyapman aka. Mana hozir akamiz Namanganga qaytadigan jo'timda ko'rib qolib shu to'pga davay bosing, Ronaldoni oldida ham shu usulni qiling. Ishonamiz, mana akamiz qilyapti. Nasib. Mo'min akamizga kattagan rahmat. Mashhur ochkini ham bitta ko'rsatingchi. Bo'ldi do'stlar, bu ochkini ham biz safarga olib olamiz. Mashhur insonlar oldida e'tibor tortish uchun usulimizda o'xshagan bo'lsa, davay bosinglar, mana bu ochkini